بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر Sübhi bilan, Zulhajjining dastlabki 10 kechasi bilan, Jub va taq bilan va o'tib ketgan vaqtdagi kecha bilan qasamki. ما من أيام لو تدري خير من أيام العشر وأحب إلى الخالق منها وأجل ليال في القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهل طريق السعادة للمسلمين ووعدهم بجزيل الجزاء في العاجلة ويوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله جعل للطاعات مواسم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خصه بالحكمة وجوامع الكلم، أرسله رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz Arif kunisining fazilati degan temada bo'ladi. Arif kunisi Zulhijja oyining 9-kunisi, ya'ni haj qilib bo'lganlar Arif kunisida Arif tag'ida to'xtash, hajning rukunlari qatoridan. Bu kunning alohida fazilati Qur'onda va sunnatda bayon qilingan. Va shundaqla bu kundagi Alloh taoloning oldidagi o'rni va shundaqla bu kundagi ahamiyat berishining muhimligi va bu kunda amallarga rasman bo'lishining zarurligi ham alohida bu hadislarda va islom ilmining tarixida tafsili ham bayon qilingan. Va bu kundagi fazilatlarning bir nechasini biz to'banda qisqacha bayon qilib o'tamiz. Shuning qatorida birinchi bu kun din mukammal bo'lgan va ne'mat to'liq bo'lgan bir kun. Çünkü Allah Teala dedi Estağfirullah. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-İslam dina. Bugün sizlarga dininglarni to'liq qilib berdim va sizlarga ne'matimni mukammal qilib berdim, to'liq qilib berdim va sizlarga islomni din tanladim degan oyat buning dalili. Endi bu oyatin tafsirida Ibn Kesir rahimahulloh shunday dedi. Demak Allah subhanahu va taolaning mush ummatga bo'lgan ne'matlarining cho'ngroqi qachon bo'lgan desa, ular uchun ularning dinini mukammal qilib bergan vaqtning o'zida mana eng cho'ng ne'mat bo'lgan. Ular demak Allohning dinidan boshqa dinga ehtiyoji yo'q. Allah'ın peygamberinden başka peygamberge ihtiyacı yok. Şunun için Allah Teala peygamberin tükencisine şu peygamber kıpbergen ve o peygamberin insan ve cillar avetken. Fakat Allah Teala halal kılan nas halal, haram kılan nas haram. Ve Allah Teala yol koyarken nas fakat din. Allah haber vergen, peygamber haber vergen her kandak nasi o hak hem o ras. İnan yalgan şıkkati yok. Allah Teala diyor ki: "Ve temmet kelimetu rabbike sidqa ve adala." İnsan Rabbinin sözü rastlık ve adalette toluk bul degende yine haberlerde ras Rabbinin sözü ve şundakla buyruk nehiylerde adil degen. Allah Teala mes dinni ular için yani toluk bedi ve şundakla nimetini toluk bedi. Allah Teala diyor ki: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-İslam dina" degen ayet şu. Demek andaqtısılar özünler için bu dinga razı bulunlar. Çünkü bu dinga Allah'tan razı olup sizlarga berdi. Yeni yaxshi ko'rdi. Va Allah Teala ining bilan eng payg'ambardan eng afzal bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni avatdi. Va ining bilan eng kitobdan afzal bo'lgan, eng sharafli bo'lgan Qur'onni tushirdi degan bo'ladi o'da. Ibn Kesir rahimahulloh bu oyat shunday tafsir bergan. Demak bu oyat shunday bir ma'no chiqdiki, demak mush oyat tushirilgan kunning muhimligi chiqdi va bu din eng mukammal din va shundaqla eng sog'lom din va ne'mat to'liq bo'lgan din degan bir ma'no chiqdi. Endi bu oyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Hajjatul Vido yilidagi Arif kuni tushgandir. Ulamolar buni bayon qilgan. Buxoriy va Muslim shunday kelganki, Umar ibn Xattob shunday dedi. Aqda yag'lardan bo'lgan bir kishi dedi: "Ey Amirul Mu'minin, sening kitobingda o'qiydigan bir oyat var. Agar bu bizga tushirilgan bo'lsa, albatta biz buni shu oyat tushgan kunni bir Eid kuni tutgan bo'ladi deganda, Umar ibn Xattob bu qaysi oyat deganda, u kishi qo'yib "El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-İslam" deganda oyat kerak shu deganda Umar ibn Xattob dek biz osh kunni to'nidik va shundaqla mush oyat tushgan o'rinni ham to'ndik. Payg'ambar sollallohu bu oyat dil Arif kunisida, juma kunisida o'ri turayotgan holatda tushgan. Biz buni yaxshi bilamiz deganman. Demak, bu oyat dil Arif kunisida ham juma kunisida rasam Arifda turayotgan tushganligi bayon qilingan. Demak, buni mush oyatning mush kuni tushganligi Arif kunisining fazilatini bayon qiladi va Arif kunisining alohida fazilatga egasi bo'lgan bir kun ekanligini bizlarga o'qitib berdi. Ikkinchi fazilat bu kunda davzaqdan gadalar ozod qilinadi va Alloh taolo mushu kundagi Arif kunisi turayotgan hajilar bilan mush ibodat qilgan kishilar bilan Alloh taolo farishtalar qarab ulardan faxrlanadi. Bu to'g'risida Sahih Muslim shunday bir hadis kelgan. Bu hadisni Ashir Zahar rivoyat qiladi. Rasululloh aytdiki, demak Alloh subhanahu va taolo bandini davzaqdan ozod qilgan eng ko'p ozod qilgan kun Arif kunisi. Undan ko'p ozod qilgan kun yo'q. Mush kun Alloh taolo farishtalarga faxrlanib deydiki, bu Arif kunisi mo'yinda buni ibodat qilish bilan
Arifdagi turish bilan nimani irada qilgani bo'ladi? Mana o savol parishlik savol tashlab qo'ydi. Chunki parishlik o'z vaqtingizda odam yaratman degan vaqtda yaratmasan chunki ular qon to'kadi, biz tasbih etamiz degan mazmundagi oyat bor. Shuning uchun Alloh taolo parishlarga zaten bular nimani irada qilib munda qo'ygandi bugun, nima uchun munda yig'ilib turganda arif kunusida degan narsani deydi deb alohida bu hadisni bayon qilgan. Undan boshqa Imom Ahmad naql qilgan hadisda Abdullah ibn Umar ibn As degan sahoba aytadi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan Alloh taolo parishlarga mush arif kunusiningki kech vaqtida arifi ahli bilan faxrlanadi. Deydi-ki, mening bandirim qarab qilinglar, ular mening bu oldimga hatto chochlari chuvoq, chang to'zaq menga holatga keldi. Demak, arif kunus arifda chiqish uchun ular ustaydi, charchaydi, arif kunus ro'z tutadi, ham shunday issiq turadi, lekin hammasi Alloh rozi uchun kelganlik bilan Allohga farishtalar qarab, bular qaranglar. Bular chang to'zaq bo'lsinmi, shunday chochlari chuvoq bo'lsinmi, lekin bular mening qishimga nima deb qarab qilinglar deb ular faxrlanadi degan hadis buning dalili. Ondan başqa Anas degan sahabe dediki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arifa kunida shu Arifada to'xtadi, lekin kun o'ltirish az qolgan vaqtimizda Rasululloh Bilalga, Bilal insonlar degan ular mening gapimni tansin dedi. Bilal qo'pib, Rasulullohning gapini tanishanglar dedi. Kishilar shok dedi. Rasululloh shu vaqtdagi insonlar guruhi men hozir Jibril hozir kelib, men Rabbimdan salom o'qidi va dedi Alloh subhanahu va taolo Arifa tag'dagi kishilarning gunohini kechirim qildi va ularga bunga kelgan narsalarga kepil bo'ldi dedi. Umar ibn Xattob turib, "Ya Rasululloh, bu bizga ham xos degan vaqtimizda Rasululloh yo'q, bu sizlarga va sizdan keyin keladigan kishilarga qiyomat kuni shunday bo'ladi" degan Umar ibn Xattob. Anda bo'lsa Allohning yaxshiligi bek ko'p bo'ldi va bek yetarli bo'ldi degan deb bu hadisni alohida bayon qilgan. Bu hadis ham Albani sahih degan hadislar qatoridan. Demak, mana shu kunda Alloh taolo faxrlanadi va Alloh subhanahu va taolo gadal azat qilgan bir kun. Demak, pozitiv bir kun. Üçüncüden bu gündeki roza 2 yillik gunohni kechirim qildi. Sayın Muslim shunday kelganki, Abu Qadar degan sahoba dedi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Arif kuni so'ng roza to'g'riliq so'ralgan vaqtimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men Alloh subhanahu va taologa bu uning oldidagi 1 yil va ininkenik 1 yilning gunohni kechirim qildi deb shunday o'ylayman degan so'zi. Demak, bu Arif kuni so'ng roza 2 yillik gunohni kechirim qilishga sabab bo'ladigan, shunday muhim bo'lgan kunlar. Dördüncüden, shu duoning eng yaxshisi Arif kunisidagi duo. Yani bu ham shu Arif kunisining fazilatini bayon qilib kelgan dalillar qatoridandir. Tirmizida shunday kelganki, Umar ibn Shuyayb dadasining bobosining naql qilgan hadisda Rasululloh aytadilar, duoning yaxshisi Arif kunisining duosidir va menda buni payg'ambarlar degan narsa eng yaxshisi tuandagi duodir degan. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu, lahul mulku va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir degan duoni men deydim, buni payg'ambarlar deydi. Mushkunlik duo yaxshi, lekin duoning eng yaxshisi mush duo deb Rasululloh mana bayon qilib bergan. Demak, buni yuqorqi shu narsalar bilan dinning mukammal bo'lganligi, to'liq bo'lganligi, bu kunda gadallarning davlatni ko'p azat qilganligi, Allohning farishtalarga baxtlanganligi, bu kundagi ro'zaning ajrining ko'p bo'lganligi va bu kunda duoning qilishning fazilati bayon qilinganlik sababli, demak bu Arif kunisining fazilati va Arif kunisining fazilati yuqori bo'lib kungan degan bir ma'no bu yerda chiqdi. Yani Arif kunisi o'sha Ramazon oyining 9-kuni shu. Anam shunday qilamish Arif kunisiga salab ulamalarning ba'zan bir holatlari bor. Bu holatlar ko'p, shundan bir necha qisqa bayon qilamiz. Ular ba'zi Allohni hayo qilib shunday so'zlarni qilgan, ba'zi Allohni qo'rqib turib, o'zini tuvan tutib shunday so'z qilganlar bo'lgan. Qaraydigan bo'lib qolsak, Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir rahimullah bu endi tabiin ulamalar qatoridan va ularning obid kishilar qatoridan bo'lib turib, Arif kunisida Abu Bakr al-Muzani degan kishidan to'xtab turib, ularning biri shunday degan ekan: "Ey Alloh, mavqif ahlini, bu yerda Arifatda turayotgan kishilarni mening jannatdan qaytarib atmaslar" desa, yana biri qo'pab, agar men bo'lmagan bo'lsam edim, bu kundagi mavqif turish nimda ulug' va bu kundagi holat nimda isel degan deydi. Demak, bu ikkilisini Allohdan hayo qilib turib, o'zini bir gunohkor bandaman, o'zini men shunday bir ojiz bandaman degan iroda qilib turib, ikkilisi bir-biriga shunday so'z qilgan ekan. Demak, o'z ibodat o'zi taqvodor bo'lgan, u har birininki islom tarixida shunday yaxshi amallari o'tirib qo'yilgan, shunday yaxshi kishilar turib, o'zini kamtar turib, o'zini shunday tuvan tutib turib, Allohni hayo qilib turib, Allohni qo'rqib turib, ikkilisi o'zini bek gunohkor, o'zini bek tuvan oddiy insondagidek his qildirib shunday so'z qilgan ekan. Ondan başqa hamimizga ma'lum bo'lgan Fuzayl ibn Iyaz rahimulloh Arif kunisida shu Arifda to'xtab, insonlar ham duo qilgan vaqtimizda bu kishi yig'lab ketdi. Qattiq yig'ladi, hatto yig'lagani bolasini yo'qitib qo'ygan ayol yig'laganda shunday ko'p yig'lab ketib, hatto bu kishi duo qilishga qodir bo'lmadi. Duo qilaman desa, yig'i jiq kelib duo qilish qodir bo'lmadi dedi ular. Hatto quyosh o'ltirishga az qolgan vaqtimizda bishni osmonga ko'tarib turib, o'zining qattiq bichora ekanligini, o'zining gunohkor bandishligini isbotlab turib, Alloh taoloning oldida o'zining bir to'balik isbotlaydigan bir so'zni qilgan deb islom ulamolari alohida bu so'zni bayon qildi. Demak, bu hayo qilganlikdan bo'lgan dedi. Yine salaf ulamalarning ba'zisi mush Arif kunisida o'zini saqini tutib turib, "Ey Alloh, meni davlatdan azod qilsang, men cho'ngib qoldim, mishim beyek berib qoldim, meni davlatdan azod qilsang" degan mazmunli so'z qilganlik ham bu tarix shunday kelgan. Undan boshqa Abdul Muborak rahimulloh shu Arif kunisi kechda Sufyan Savrining qishiq kelib, hatto shu tizilib o'ltirib turib Arif kunisida uning ko'zi, ikkili ko'zi, Abdul Muborakning ikkili ko'zi yosh to'kib turib, dediki, Abdul Muborak Sufyan Savriga
endi bu mushu bugungi kunda hozir holatda kim eng nachar, kim eski degan vaqtimizda andikin shu vaqtda Usmon Savriy aytdiki, Alloh taolo mening gunohimni kechirim qilmaydi deb o'ylab olgan kishi bugungi eng eski kishi deb shunday so'z qilgan dedi. Demak, salaf ulamolarmi shu arif kunusida yig'lash orqali arif kunus to'xtab, Allohga duo qilib, o'zini to'ban tutib, o'zini shunday gunohkorchilik qilgan duolari va shunday qilgan tarixlari ko'pkan. Buning hammasi faqat ularning Allohni hayo qilganligi, Alloh taolodan qo'rqqanligidan, o'zining shunday gunohkor bandishligini isbotlaganlikdan bo'lgan deb ism ulamolar buni ham alohida bayon qilib buni o'tirib qo'ygan. Allah subhanahu wa ta'ala pazı manavtira mana shu arif kunusning pazı to'g'risida nihoyat bir qisqa holatda bir imonlashib o'tgan bo'ldik. Alloh subhanahu wa ta'ala har birimizning qilgan gunohlarini kechirim qilishini so'raymiz. Alloh subhanahu wa ta'aladan har birimizning amallarini qabul qilishini so'raymiz. Alloh subhanahu wa ta'ala har birimizni mush 10 kunninki fazilatdan mahrum qoldirmasligini so'raymiz. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullohu khayr. من ذي الحجة عشرا فالعمل الصالح بالأجر صوم وصلاة تكبير وصلات ولزوم الذكر قرآن يتلى تسبيح لله الواحد ذي الأمر طاعات نهي عن إثم صدقات